Tak, mana shu chopperlarni ishlatishdan oldin buni qonun qoidasini ishlatishni bilib olish kerak birinchi o'rinda. Ya'ni mana bu tugmalarni sekund deb tushunish kerak. 1 2 1 bosiladi, 2 mana shunday. 1 2 mana shunday bosib olsa o'zi maydalab tashlaydi yoki bunisini 1 2. Agar nagruzkaga tushadigan bo'lsa, bular ichidan termostatni ajratib tashlaydi. 1,5 soat, 1 soatga. Yarim soat, 1 soatdan keyin yana qo'shib ko'rish kerak. O'zi umuman termostat ajratguncha ham qarab o'tirish kerak emas. Mana shunday sekundlab bosilayotgan bo'lsa, ajratmaydi. Termostat yonib ketmasligi uchun ajratadi. Ungacha umuman kutmaslik kerak. Ko'pchilik shunday ishlatyapti, o'zi ajratib tashlaydi deydi. U majbur bo'lyapti ajratishga, nagruzkaga tushganda. Idishini ham to'ldirib yormaslik kerak. Qattiq muzlagan narsa tashlamaslik kerak ichiga. Shularga e'tibor qilib ishlatadigan bo'lsa, ancha vaqt ishlaydi.